Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Rizrev. Do'stlar, bugun men bu videoda o'zim o'ynaydigan server, ya'ni Modcraft serverini xullas qanday o'ynashni va u yerdagi komandalar, ya'ni haligi komandalar bilan tanishtirib chiqaman va shu Modcraftning butun boshli spamini bitta-bittalab ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Unda biz boshladik. Xo'sh do'stlar, sizlar o'sha yangi akkaunt ochib, o'sha niklaringni qo'yib, Modcraftga kirganlaringda maslahatim birinchi serverga kiringlar, chunki bu serverda onlayn ham juda ham katta va men ham asosan shu serverda o'ynayman. Va aytgancha, o'sha kirganlaringda albatta birinchi bo'lib shu sizga berilgan narsalarni kiyib olib, shunaqa ko'rib, kerakli narsalarni inventarga saqlab olinglar. Sizlarga kirganlaringda eng birinchi kit start beriladi. Mana shu yerda paydo bo'lasizlar. Kirishlaring bilan birinchi bo'lib parol so'raydi, parol qo'yasizlar, ular shunaqa. Kirib parollarni qo'yib bo'lganlaringdan keyin sizlarga kit start beradi. Men hozir o'zimning akkauntimda bo'lganim uchun hali bergan yo'q. Mana hozir kit start. Mana kit start olib olasizlar. Avtomatik berilgan bo'ladi sizlarga. Men esa hozir olib oldim. Mana shunday mana narsalar berilgan bo'ladi. Kimga berib qo'ydim kirkani. Xo'sh, mana shunday narsalar berilgan bo'ladi. Mana kerakli narsalarni mana bunday qilib kiyib olasizlar va qolgan narsalarni o'zlaring ishlatasizlar kerak paytda. Xo'sh, bu spamda mana bu spam bo'lsa, shunday to'g'ri yurib, mana bu yerga chiqqaningizda bu yerda juda ham katta ko'p narsalar bo'ladi va eng birinchi o'rinda mana bu yerda bizning donatlar yozilgan spiskamiz bo'ladi. Birinchi mana rep 25 rubl shunaqa. Mana eng qimmati Господин va eng zo'r donatlardan biri 15,000 rubl. Xullas. Keyin yana ozgina yurganingizdan keyin mana bunaqa yozuv chiqadi. Bu yozuv Modcraft yozuvi, ya'ni shu serverning logotipi hisoblanadi. Xo'sh, yana nima ko'rsatishimiz kerak? Yana yuraverasiz. Mana bunday chiroyli spam bo'ladi, xullas shunaqa va biz shunday to'g'ri yurganingizda eng birinchi chap qo'lda bizda nima bo'ladi? Do'kon. Do'kon degani unaqa sehrlaydigan narsalar bo'ladi. Bu yerda bemalol o'zingiz sehrlab olishingiz mumkin. Faqat sehrlash uchun qo'lingizga narsa olib bitta bosishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu yerda kerakli narsalarni o'zingiz tanlab olasiz. Xo'sh, keyin bu yerdan chiqib sekin bu yoqqa yursak, mana yana spawn chiroyliligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday yangiliklar. Yana mana bu yerda Grif serverda bu yerda end portal bo'ladi. Bu serverda end bo'lmagani uchun bu yerda yo'q. Yana shu yerdan o'tib borsangiz, mana to'g'ri bo'lsam, yana ozgina mana bu yerdan yursangiz, bu yerda wood degan yozib turadi. Bu daraxtlarni, o'sha daraxtlardan pul ishlashingiz mumkin. Va unutmang, eng muhimi daraxtni pastdan chopish kerak. Shunda mana 4 marta chopganingizdan keyin sizga 50 dollar berishadi. 50 tiyinmi? Shu 50 dollarni berishadi. Shunday qilib mana pul ishlashingiz mumkin. Lekin bu juda ham sekin. Sizlarga boshqa pul ishlashni topishni maslahat beraman. Yana bu yerda mana buni yursak, mana bu yerda spamni chiqish bor. Endi va shunday narsalar bo'ladi. Mana qizil ziqtang'i spamning tashqari. Faqat bu yerda ham ozgina buzolmay qolasiz, chunki yana anchagina payt zo'r bolalar. Xo'sh. Urib nima qilib qoldi onalar? Anchagina o'sha yoqqa yurganingizdan keyin spamdan chiqa olasiz. Bu mana bu spam oldilari o'sha hamma uy qurib tashlamasligi, shunday qilmasligi uchun
regioni yanada kattaroq qilingan. Xo'sh, yana o'sha yo'limizga qaytamiz hozir. Mana bu yo'l bo'lsa, yuramiz va mana asosiy yo'lga kelib qoldik hozir. Mana shuni asosiy yo'limiz va bu tomonga borgan bo'lsak, endi mana bu tarafga boramiz. Bu tarafda ham shunday chiqish yo'li bor. Faqat bu tarafda yuraversangiz, mana bu yerda shaxta bor. Bu shaxtada o'zingiz mana bu kit yordamida kerakli resurslarni olishingiz mumkin. Mana shaxta. Faqat mana bu o'sha cheklangan blokdan bu yog'ini olishingiz mumkin. Masalan, mana bu yerdan sekin olib, o'zingizga kerakli narsalarni olib, shu kuchayishingiz mumkin bo'ladi. Yana qaytsak, aytganchalik bu shaxta har 10 minutda yangilanib turadi. Yana bu chiqish va yana asosiy yo'lga qaytishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda deyarli hech nima qolmadi. Mana yana asosiy yo'lga keldik. Va shu yerda yana ozgina yurganimizdan keyin mana bu yerda bir ajoyib nima turadi. Ikkita ender chest turadi. Bu ender chest sizlarga o'sha narsa solgan emas. Bu ender chest case'larni ochgan, ya'ni case kalit, donat kalitlari, ya'ni random donat tushadi. Mana bu yerda mana donat case bu oddiy case. Bu bo'lsa krutiy case, bu super case, ya'ni zo'r case. Bu yerdan admindan boshlab gospodingacha tushadi. Bu yerda bo'lsa VIPdan boshlab Vladelsgacha tushadi. Mana narxlari ham bu yerda 299 bo'lsa, bu yerda 699. Mana qimmat shunday. Xullas, keyin bu yerni ko'rib bo'lganingizdan keyin shu yerdan tushib turib to'g'riga borsangiz, bu yerda bizda batut bor. Batut mazza qilib mana sakrashingiz mumkin. Mana bu oq, ya'ni nimalar kam sakratadi. Mana sariqlar bo'lsa juda baland. Mana bu ko'klar bo'lsa juda ham baland sakratadi. Xo'sh, bu yerdan chiqish uchun yana birorta o'sha nimani bosib turib chiqib olsangiz bo'laveradi. O'tib ketibman, mana borish kerak edi. Xo'sh, mana shu yerga chiqib borib olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda yana donatimizning spiskalari, shu narsalar bo'ladi. Endi shu bunday to'g'ri yurib kelsangiz, yana bitta yo'l bo'ladi. Bu yo'lda mana bu yerdan parkurga chiqsak bo'ladi. Mana bu tugmani bosib turib, parkur deb yozib qo'ygan. Mana shu yerga bossangiz, mana parkurda paydo bo'lasiz. Sizlar bu yerda ham pul ishlashingiz mumkin, faqat bu yerda juda ham kam beradi va parkurlari ba'zida qiyin bo'ladi. Tushib ketsangiz hech nimangiz yo'qolmaydi, shunchaki o'sha pastda paydo qilib qo'yadi. Yana bu yerda yana o'sha oddiy spawn, shunday narsalar va mana bu yerda bizning magazinimiz bor. Mana magazinimizda kerakli narsalarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana ko'rsataman. Mana buni bossangiz, mana keyingi tovarga o'tishingiz mumkin. Mana keyingi tovar. Keyin mana bu bosib sotib olishingiz mumkin. Masalan, menga bitta mana bunaqa shtaniboga, ya'ni olmosli shton kerak bo'lsa, bitta bosib olib olishim mumkin. Va bu yerda shunday yana boshqa narsalar ham bor. Endi biz yana asosiy nimamizga qaytamiz. Asosiy yo'limizga bu yerga keldik. Mana asosiy yo'lga kirib olganimizdan keyin, yana ozgina to'g'riga yurganimizdan keyin bu yerda mini PvP arena bo'ladi. Bu PvP arena degani, ya'ni player vs player, ya'ni o'zbekchasiga o'yinchiga qarshi o'yinchi degan. Faqat bu kichkinasi siz mana shu yerda qizil chiziq ichida o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana shu narsalar bor. Yana
bitta funksiyani ko'rsatib o'taman. Agarda siz mana shu yerda mana bunday chiqib turib, mana bu yerda ozgina turib bersangiz, sizga mana $15 dan pul yig'ilishni boshlaydi. Faqat sizni bu yerda o'yinchilar urib nima qilishi mumkin. Yana asosiy yo'lga qaytamiz. Xullas mana bu yerda yana chuqurlar bor, pastga ham qilishingiz mumkin. Yana mana asosiy yo'lga qaytsak, bu tarafimizda bizda oddiy shu dam olish uchun bo'lgan joylar, shunaqa narsalar bor. Yana asosiy yo'lga qaytamiz va mana bu yerda asosiy strukturlardan biri PvP arena. Bu yerda mana bu jang qilishingiz mumkin, o'yinchilar bilan har xil kurashishingiz, xullas shunday narsalarni qilishingiz mumkin. Faqat ozgina kuchayib olib, keyin bu yerga kelishingizni maslahat beraman. Va do'stlar, aytganchalik meni esimdan chiqib qolibdi. Mana eng birinchi paydo bo'lganingizda, mana bunaqa yoningizda Minecraft birinchi server turadi va pastda juda ham ko'p yozuvlar. Birinchisi Option Online. Bu butun serverda 1-2, 3, 4 Griff, Dube hamma o'sha serverlarda bo'ladigan onlayn. Ikkinchisi sizning nikingiz, mana menikim, va uchinchisi balansingiz. Balansda qancha pulingiz borligi, ya'ni keyin to'rtinchisi privilegiya. Sizlarda bu yerda igrok turadi, menda bo'lsa sozdatelь turibdi, chunki men shu sozdatel'im bor, shu sotib olib nima qilganman. Keyin to'rtinchisida bo'lsa, 5-sidami, 4-sidami xullas onlayn serveri. Shu o'ynayotgan serveringizda nechta odam borligini ko'rsatib turadi. Masalan, hozir 125 ta odam. Keyingisi убийство, ya'ni o'ldirishlar. Siz nechta odam o'ldirganingizni ko'rsatib turadi. Undan pastda esa nechta marta o'lganingizni ko'rsatadi va eng pastimizda CraftWeb, bu shu serverning sayti, ya'ni shu saytni o'sha Google yozsangiz, o'sha donatni spiskalari va qanday sotib olish chiqadi. O'shanda komandalarni birin-ketin ko'rib chiqamiz. Eng birinchi komandalardan sizlarga shu spamdan chiqib ketmoqchi bo'lsalaring, mana qiyshiq chiziq va RTP deb yozasizlar. Bu randomniya teleportatsiya degani, ya'ni bizni shu yerning qayergadir teleport qiladi, ya'ni aniq emas, qayerga teleport qilish. Mana teleport qildik, mana random narsa joyda. Va bu yerda siz o'zingizning shu survivaliningizni boshlashingiz mumkin. Mana eng birinchi bo'lgan daraxtlarni olib, ular shunaqa bo'lib turadi. Shuna qilib, uylarni qurib, nima qilishingiz mumkin. Xo'sh, endi men shu region qilishni o'rgatib o'taman. Region qilish uncha qiyin emas. Siz birinchi shu qayerdan qayergacha region bo'lishligini belgilab olasiz. Igroklar asosan shu bir 10,000 shunaqa blokni region qilib oladi. Mana birinchi bu yerda tursa, ikkinchisi sal uzoqroqda, uyingizni razmeridan kattaroq bo'lishi kerak. Mana shunday bo'ladi deb olsak, biz chatga Wand yozamiz. Mana ikkita qiyshiq tayoqcha va Wand, W va A N D. Va birinchi nuqtani belgilash uchun shu blokni ustiga bosib turasiz. Mana ikkinchi nuqtani belgilash uchun esa bir marta bosasiz. Hozir birinchisida bosgan bo'lsa, ikkinchisida shunchaki bitta bosib qo'yasiz. Mana shunday region bo'ladi deb ko'rsatdi bizga. Va bu regionni olish uchun chatga qiyshiq tayoqcha va RG K L I M mana bunaqa K yozishimiz kerak bo'ladi. Bo'lsa ishlamaydi. Shunday deb yozib yuboramiz va bu yerga regionning nomini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sizlarga maslahatim, osonroq nom qo'yinglar, chunki keyinroq shu birorta do'stingizni qo'shishingiz va bu regionning nomini bilish uchun osonroq. Masalan, men
obuna 11 deb qo'ysam mana bo'lib, undan keyin отправить bosamiz shu region qabul qilinishi uchun. Mana region obuna 11 был успешно создан, ya'ni shu region 11 yasaldi deb aytyapti. Hozir mana shu yerdan bu yergacha region bor. Yana regionimizni tekshirish uchun mana ergo info desalaring sizlarga tayoqcha beradi va mana kimnikiligi, nechta blokligi mana va nomi ko'rsatib turadi. Va mana bu faqat region bor joylarni ko'rsatadi. Mana bu yerda region yo'q. Mana bu yerda bor. Pastda yo'q. Mana yonida yo'q. Ular shunaqa. Mana bu yerdan bo'lgani uchun pastda ko'rsatmayapti. Mana bu yerda ham yo'q. Qilsak bu yerda bor bo'ladi. Chunki mana shunday qilib belgilaganmiz. Xo'sh, endi bu regionga qanday qilib o'sha o'z do'stingizni qo'shishingiz mumkin. Masalan, eng birinchi bo'lib men yozgan narsani qaytarasizlar. Qiyshiq tayoqcha R G A D member ergan nom albatta, keyingisi obuna 11, keyin sizning do'stingizning niki. Masalan, do'stim. Do'stingizning niki, ya'ni unda qanday nik bo'lsa, masalan, unda ismi bo'ladi, masalan, Bahodir yo Sardor, shunaqa ismi bo'ladimi yoki boshqacharoq, masalan, menga o'xshab Darknihit 07 bo'ladimi? O'sha nikni to'liq yozishingiz kerak bo'ladi. Birorta ham xato qilmasdan, bo'lmasa boshqa odam qo'shib qo'yishingiz mumkin. Keyin отправить jo'natamiz bu сообщениeni va shu chiqaradi, o'sha qo'shildi va siz tekshirasiz va mana do'stim o'sha regionni jiteli, ya'ni shu yerda yashovchi bo'lib turibdi. Bu jitel o'sha bloklar buziladi, quriladi, ular shunday qila oladi. Va uni chiqartish uchun esa sizlar RG deb yozasizlar. Mana bu управление регионами, ya'ni birinchisini bosasizlar va shu sizlarda ko'p regionlar bo'lishi mumkin, o'shalardan bittasini tanlab ustiga bosasizlar. Va mana ko'pgina narsalar bor. Mana управление игроками ni bosib, shuni ustiga bosib, birinchisi выгнать из региона bo'ladi, keyin boshqa narsalarni berish turadi. Chiqarmoqchi bo'lsalaring, mana shuni tanlab turib, отправить bosasizlar. Mana chiqarib yuborildi deb yozadi. Keyin yana shu regionni funksiyalarini o'rgatib o'taman. Yana o'sha yerga kirib, eng birinchi flag regioni bu shu narsalari, masalan, sizlarda bularni boshqarish uchun hech bo'lmasa VIP bo'lish kerak. Masalan, mana siz mana bu rejim PvP, ya'ni bu yerdagi PvPni o'chirib qo'yishingiz va yo'q qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, men hozir o'chirib qo'ysam, mana отправить bo'lsam bo'ldi, o'zgardi deb yozyapti. Keyin yana bir marta erga deb yozamiz va o'sha regionni tanlab turib, добавить игрока bu yerda ham qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Faqat bu yerda nikini topish kerak. Undan ko'ra men ko'rsatgan usul yaxshiroq bo'ladi. Va oxirgisi удалить region, ya'ni regionni o'chirib tashlash. Agarda region boshqasiga kerak bo'lmasa, удалить regionni bosib turib va sizdan nima so'raydi? Ishonchingiz komilmi deb so'raydi va siz udaltni bossangiz bo'ldi, ketdi. Endi bu region boshqa yo'q. Mana buni yo'q. Hech qayerda qolmadi. Bu shunaqa ko'rsatib turadi. Va albatta esingizdan chiqarmang, agarda siz biror joyda shu region qilgan bo'lsangiz, set home qo'yib, o'sha nom qo'yib qo'yamiz. Masalan, obuna bo'ldi. O'rnatildi deb ko'rsatadi va keyin bu yerga shu qanday shu yo'qotib qo'ymaslik uchun qanday qaytishni mana home deb yozib turib, o'sha qo'ygan nimangizni ustiga bitta bosasiz va o'sha yerda paydo bo'lasiz. Masalan, mana bu yerga qo'ygan bo'lsa, mana o'sha yerda paydo bo'ldi. Endi shu agarda sizga bu nima boshqa kerak bo'lmasa, del home va shu
nimani uyni tochkasini yozamiz. Obuna deb yozsak mana rostxona ham o'chirmoqchimisiz deb so'raydi va pastida otmeni, ya'ni o'chirmoqchimisan. Agar boshqa shu uyni tochkasini tanlab qo'ygan bo'lsangiz otmeni bosasiz. Agarda rostdan ham ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, keyin udallikni bosasiz va bo'ldi, endi boshqa yo'q. Shu nima? Uyni tochkasi boshqa bo'lmaydi. Va bolalar, sizlarga hozir yana bitta nimani chat bo'yicha nimani o'rgatib o'taman. Sizlar o'sha chatga oddiy yozib turib, hamma ko'radigan qilmoqchisizlar. Masalan, buni hozir hech kim ko'rgan yo'q. Qanday qilib o'sha hamma ko'radigan qilish mumkin desalaring, boshiga mana bunaqa undov belgisi qo'yish kerak. Shunda hamma ko'radi. Masalan, mana bunaqa yozib tashlasa, mana chiqadi. Mana hamma endi buni ko'rdi. Birinchi yozganimda bo'lsa hech kim ko'rmadi. Va yana kimgadir o'sha alohidalik soобщение yuborish mumkin. Masalan, M deb yozasizlarda va uni niki. Masalan, do'stim va do'stimga o'sha nik. Kanalimga obuna bo'l. Obuna bo'l deb yozasizlar. Va albatta mana bu yerga M dan keyin do'stingizni nikini yozishingiz kerak bo'ladi. Shu aytib o'tganimdek, ismi o'sha qanday ko'rinib turgan bo'lsa, sizga o'sha nikni yozishingiz kerak bo'ladi va отправить bosamiz. Do'stim ismli o'sha nikli igrok, ya'ni o'yinchi bo'lmagani uchun bizda o'sha soобщение yuborilmadi va aytgancha u do'stingiz o'sha o'yinda bo'lishi kerak. Shunaqa alohidalik soобщение yubormoqchi bo'lsangiz. Va endi bolalar, eng qiziqlaridan biriga o'tamiz. Masalan, siz hozir mana kreativ sotib oldingiz yoki VIP. Masalan, VIP sotib olgan bo'lsangiz, mana VIP sotib oldingiz ham deylik. VIP sotib oldingiz deylik. Siz faqatgina fly nimasini ishlata olasiz. Flyda mana endi ucha olasiz. Bunday qilib ucha olasiz, uchib yura olasiz. Lekin bu hech qanaqa nima bermaydi. Masalan, kreativ inventarni bermaydi. Va albatta siz kit VIP deb yozib, kitning o'sha VIPning kitini ola olasiz. Masalan, hozir mana bularni olib tashlasam, hozir hech biri kerak emas menga. Kit VIP deb bossangiz, sizga mana bunday narsalar beriladi. Va sizda yangi komanda clear nima paydo bo'ladi. Bu inventaringizni tozalab tashlaydi, hamma narsani. Ular shunday qilib tozalab tashlaydi. Endi masalan, sizda VIP emas, bitta tepa premium donat bo'lsin. Premium donat sizga yana bitta o'sha fly va kit VIPdan tashqari good nimasini beradi. Good bu o'sha tepadan tushib ketsangiz ham o'lmaysiz va yana PvP vaqtida sizni hech kim ura olmaydi, siz ham ura olmaysiz ham lekin. Yana sizga bu kit premium nimasini beradi. Kit premium beradi. Mana kit premiumda mana shunday narsalar bo'ladi. Va yana o'sha premium o'sha birorta igrokning koordinatalarini olish nimasini beradi. Masalan, get post birorta nick. Masalan, it is deb yozsak, mana it is Pash ning mana koordinatalari. Mana shu koordinatalarda u hozir yuribdi. Shunday uchib borib uni topishingiz mumkin. Va bolalar, eng qiziqarli va nima vaqtimiz keldi. Agarda sizda kreativ donat bo'lsa, GM qiziqsa birinchi GM deb yozib, siz o'sha kreativga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, sizda kreativ donat bo'lsa, kreativ donat mana hamma narsa beradi. Lekin afsuski shu kit o'sha kreativning kiti yo'q. Lekin sizga kreativ juda ham ko'p nima beradi. Mana buza olasiz, hamma narsani tushmaydi, sizlar shunaqa cheksiz narsa ola olasiz.
Xullas hamma narsa mana hammaga onliq berilasiz. Xullas shunaqa qilib qila olasiz. Va keyin agarda siz shu adashib qolib shunday bo'lgan bo'lsangiz va spamga qaytishni xohlasangiz, shunday chatga kirib qiyshiq sig'sa SPAWN deb yozasiz. Va siz yana o'sha joyda paydo bo'lasiz. Mana yana o'sha spawn va o'sha narsalar o'sha joyda paydo bo'lasiz. Eng birinchi qayerda paydo bo'lgan bo'lsangiz, kirganingizda o'sha yerda paydo bo'lasiz va bu yerda hamma narsa o'sha yerda turadi. Yana o'yinchilar yurib, shuni do'stlashingiz mumkin bo'ladi. Yana bu yerda asosan ruslar bo'ladi va inglizlar ham bo'ladi. Inglizlar kamroq, ruslar ham kamroq, yana ispanlar va o'zbeklar albatta bor. Siz o'zingizga o'sha agarda hech kim o'zbek tanimasangiz, har bir soatda maslahatim kim o'zbek deb yozib turishingizni maslahat beraman. Shunda sizni topib, sizga teleport qilib, sizni ko'rib do'stlashib ketishingiz mumkin. Yoki birorta do'stingizni taklif qilib birga o'ynashingiz mumkin bu serverda. Do'stlar, biz bugungi videoda shu Moduscraft'ni har bir spawnni ko'rib chiqdik va deyarli har bir komandasini o'rganib chiqdik. Sizlar bilan Ridra bo'ldik. Kanalga albatta obuna bo'ling. Biz 100 ta bo'lishimiz kerak. Hech bo'lmasa mana shu oy yoki mana shu haftada va albatta video yoqqan bo'lsa videoga like bosing. Hammaga xayr.